Assalomu alaykum. Qonunizda harbiyylashtirilgan qutqaruv vзводи, gaz tahlil laboratoriya bo'limi. Mavzu aspirator mexовой AM5. Gaz tahlil laboratoriya mudiri Maqsadqulov Zarifbek. Aspirator mexовой AM5 kon havosi tarkibidagi gazlar miqdorini maxsus trubkalar orqali havo tortish usuli bilan aniqlash uchun foydalaniladi. Ekspress analiz bir marotaba havo tortilganda ichiga 100 +- 5 cm3 gazli havo kiradi. 2-3 marotaba siqib tortilganda 200-300 +- 5 cm3 bo'lib oshib boraveradi. Aspirator mexовойning ichki qismi tashkil topgan indikator trubkasi, masalan, mana bu indikator trubkasi bu yerda filtri bo'ladi. Mana bu filtrlar setkali, temir setkali. Keyin shpritser bo'ladi. Mana bu nimani ushlaydigan, trubkani ushlaydigan. Bu aspirator mexовойning o'zi umumiy ko'rinishi. Keyin zanjiri bo'ladi. Mana bu halqalari bo'ladi. Bu yerda orqa tarafida havo hajmini ko'paytirish yoki kamaytirish uchun boshqaruv qurilmasi bo'ladi. Mana bu narsa richag deyiladi. Bu o'sha klapanni ochish yopish uchun xizmat qiladi. Ichki tarafida ikkita prujinasi bo'ladi. Klapanlari bo'ladi. Mana bu klapanlar, havo chiqarish va kirgizish klapanlari. Umumiy holatda aytganda shu narsalardan iborat. Kon havosi tarkibida analiz olish qanday bo'ladi? Birinchi AM5 germetichniy ekanligini tekshiriladi. AM5 siqilib, indikator trubkasi butun holatda tiqib qo'yiladi. 1 daqiqa davomida AM5 havo so'rib oshirmasligi lozim. Ya'ni biz siqib qo'yganimizda 1 minutdan oshmasligi lozim. Trubka, ya'ni havo kirmasligi kerak. Ikkinchisi, indikator trubkasi ikkala tarafi sindirilib ko'rsatilgan strelka bo'ylab AM5 ga tiqamiz. AM5 oxirigacha siqib qo'yiladi va pastdan boshlab zigzag qilib tepaga ko'tariladi. AM5 havo so'rib sekin ochiladi. Agar havo tarkibidagi tekshirilayotgan gaz bo'lsa, indikator trubka rangi o'zgaradi. Ya'ni mana bu lahm bo'lsa agar, mana shu lahmga tepa pastdan 10-15 cm qoldirilib tekshirish lozim. Yerga urilmasligi kerak, tepaga shiftga ham urilmasligi lozim. Kimyoviy gazlarni aniqlashda 4-5-6 xil GH hisoblanadi. 4-5-6 GH4 ga 4 xil gaz, GH6 ga 5 ga 5-gaz va GH6 ga 6-gaz qo'shilib boraveradi. Bu aspirator mexовой AM5 trubka qilgandan keyin gazanalizator ximichskiy bo'ladi. Ya'ni kimyoviy gaz tahlillovchi. Bu 4-5-6 bo'ladi. Birinchi GH4. 4 ga 4 xil gaz olinadi. Birinchisi uglerod oksid, ya'ni oks uglerod. CO formulasi 0.25% trubka. Analiz olishda 1 marotaba yoki 10 marotaba siqib analiz olinadi. Indikator trubkasi oq rangdan yashil rangga o'zgaradi. Agar 1 marotaba siqib analiz olinganda indikator trubkasi 2 ga yetmasa ko'rsatkichi, yana 9 marotaba siqib analiz olinadi. Trubka ko'rsatkichi 100 ga bo'linadi. Agar 1 martaga olinsa 100 ga, agar 10 martaga olinsa ham uni 1000 ga bo'linadi.
Masalan deylik, bir martaga 2,5 ko'rsatib bo'lamiz 100 ga teng chiqadi 0,025%. Bu degani mana shuncha oks uglerod bor degani. Agar bir marotaba siqib analizga olingan indikator trubkasi ko'rsatkich yetmasa, yana 9 marotaba siqib analiz olinadi. Jami 10 marotaba. Indikator trubkasi ko'rsatkichi 1000 ga bo'linadi. Ya'ni 10 martaga agar olsak 1000 ga bo'lamiz. CO oks uglerodning 0,5% trubkasi. Bu indikator trubkasi 0dan 0,5%gacha bo'lgan gaz miqdorini aniqlay oladi. Bunga bir marta siqiladi. Bir marotaba siqish kerak. Oldingi trubkaga o'xshab 0,25%lik o'xshab buni 9 marta 10 marta siqmaymiz. Trubka necha ko'rsatkich ko'rsatsa o'sha narsa yaxlit natija sifatida olinadi. Misol deylik, 1 ko'rsatdi trubka ko'rsatkichimiz, o'sha narsa 1 bo'ladi. Mana bu trubka ko'rsatkichi hozirgi ko'rsatkich holati 2 ga yetgan. Agar mana bu 1 desak, mana bungacha 1,8 natija bo'lyapti. Ya'ni 2 ga 7chiga 2 chiziq qolyapti. Azot oksidi NO plus NO2 formulasi, kimyoviy formulasi 0,005% indikator trubkasi bo'ladi. Bu indikator trubkasi 10 marotaba siqib analiz olinadi. Ko'rsatkich 10,000 ga bo'linadi va natija chiqadi. Rangi oq bo'ladi, ko'k rangi o'zgaradi. Ya'ni buni qanday tushunishimiz kerak? Biz trubkani aspirator mexavaga qo'yganimizdan keyin GH bo'ladi. Bu bilan agar azotni qo'ysak 10 marotaba siqamiz va natijamiz necha chiqdi? Natijamiz chiqdi 5. Mana ko'kardi. 5 ga kelib ko'kardi. Buni 10,000 ga bo'lamiz, o'sha natija bo'ladi. 0,10,000 dan 5% bo'ladi. Adashmasam. Sterovodorod H2O kimyoviy formulasi, bu indikator trubkasi ham 10 marotaba siqib analiz olinadi va 10,000 ga bo'linadi. Rangi oqdan jigar rangi o'zgaradi. Xuddi azotning trubkasiga o'xshagan. Misol deylik, agar 50 ga kelsa, mana bu hozir 100 ga kelgan. 10 marotaba olganmiz, 10,000 ga bo'lamiz 100 ni, chiqadigan natijasi o'sha gaz foizi hisoblanadi. Oltingugurt oksidi sternitiy gaz CO2 kimyoviy formulasi 0,007%lik trubka. Bu indikator trubkasi xuddi azot va servodorodga o'xshagan 10 marotaba siqib analiz olamiz va 10,000 ga bo'lamiz. Bu ham oqdan ko'k rangga o'zgaradi. Natija necha chiqsa o'sha oltingugurtning natijasi hisoblanadi. Endi bu 4 ta gaz GH4 bo'lgan bo'lsa, agar gazanizotlar ximический 4 bo'lgan bo'lsa, endi kimyoviy gazlarni aniqlash GH5. 5-chisiga karbonat angidrid uglekislli gaz qo'shiladi. CO2 kimyoviy formulasi 2% trubkasi. 2% karbonat angidrid trubkasining 2 marotaba siqib analiz olinadi. Ko'k rangdan oq rangga o'zgaradi. Natija 1 chiqsa 1, 2 chiqsa 2, 1,5 chiqsa 1,5 deb olinadi. CO2 15%lik trubkasi, bu 1 marotaba siqib analiz olinadi va ko'rsatkich yaxlit natija sifatida olinadi. Ya'ni 15%lik trubkada agar natija 10 ko'rsatsa, agar 10-chiziqqa kelgan bo'lsa, o'sha 10% uglekislli bor. Rangi ko'kdan oq rangga o'zgaradi. Uglekisllining 50%lik trubkasi, bu ham 1 marotaba siqib analiz olinadi va natija yaxlit natija sifatida olinadi. Ko'rsatkich yaxlit natija sifatida olinadi. Ya'ni qanday o'sha 20, 30, 50 ko'rsatsa, o'sha natija hisoblanadi. Rangi bu ham ko'k rangdan oq rangga o'zgaradi. Ya'ni trubkaning o'zi ko'k rangda bo'ladi. Profilaktika ishlarida 2%lik uglekislli trubkasi ishlatiladi. Yong'in sodir bo'lganda, ya'ni yong'inlarda 15%lik katta yong'inlarda, juda kuchli tutun gazlarda 50%lik trubka ishlatiladi. Kimyoviy gazlarni aniqlash GH6. GH6 ga kislorod qo'shiladi, 21%lik trubka. NO2 bu kislorodning kimyoviy formulasi. Bu indikator trubkasi avval AN5 ga strelka bo'yicha tiqiladigan tomon sindiriladi. Ya'ni
trubkani bir tomoni siqilgandan keyin AM5 ga siqib tiqiladi va 1,5 metr 2 metr balandlikda qo'l oldinga cho'zilgan holatda ikkinchi tarafi qimirlatmasdan sindiriladi. Keyin AM5 aspirator mexi qo'yib yuboriladi. Oxirigacha ochilguncha kutib turiladi. Buning ochilishi sekinroq ochiladi va o'sha ochilishni kutib turiladi. Ochilib to'xtagan joyda natija yozib olinadi. Misol deylik, ochilib to'xtagan joyi 17 chiqdi. O'shani formulaga qo'yib, koeffitsiyentga qo'yib hisoblaymiz. Bir marotaba faqat siqib analiz olinadi. O'sha bir marotaba ko'rsatkich olinadi. Koeffitsiyentga qanday qo'yamiz? Ya'ni koeffitsiyent 740 o'zgarmas bosim va P ga bosimga bo'lamiz. Ichidagi bosim qanday bo'ladi? Masalan, o'zgarmas koeffitsiyent 740 bu koeffitsiyent. Barometr bosimi. Bu barometr bosimi qaysi? O'sha kislorod o'lchayotgan joyimizdagi ich joydagi bosim. Ya'ni P. 740 ni 630 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz 17 ga. 17 nima edi? Kislorod trubkasidagi naqlit natija. Bunga ko'paytiramiz. Chiqadi 19.9. 19.9 kislorod agar kamida 20 deyilgan bo'lsa, 19.9 bu 20 yaqin kislorod ish joyida degani. Ya'ni kislorod yetarli degani. Koeffitsiyent teng 740